Oshib qolgan oshinglar bo'lsa, tashlab yuborishga shoshilmanglar. Qayta ishlaymiz o'rtoqlar. Ha, to'g'ri eshitdingiz, qayta ishlaymiz. Ko'rib turganingizdek, ozgina oshib qolgan oshim bor edi. Ustiga yana ozgina oshib qolgan jizzalar bor. Xullas, to'plab qo'yganman-da. Yog'lar bor edi, shularni solib, pomidor, bolgarskiy, piyoz, ukrop, suv, tuz, hamma narsani solib, yog'larni solib, shunaqa qilib mijig'lab isitib oldim-da, keyin laganga solib, ustiga un solib, xamir qilishni boshladim o'rtoqlar. Yumshoqqina, chiroylikgina xamir qilasizlar, nonga qilgandaqa, juda ham zo'r non bo'ladi o'rtoqlar. Yemaganlar bo'lsa, yeb ko'rishni tavsiya qilaman. Buni ismini esa kalpatir deyishardi. Endi yoshi katta, bu rahmatli yoshi katta inson, shunaqa yoshi katta insonlarning qo'lida bu katta bo'lganligim uchun bilasizlar, yoshi katta insonlar hech qachon hech narsani uvol qilishdi, ziyon qilib tashlab yuborishdi, yoqtirishmaydi. Ularning qo'li gul bo'ladi. Hamma narsadan bir narsalarni qilishib, hattoki mana ko'rib turibsizlar, shu oshib qolgan oshlarni ham isrof qilib tashlagisi kelmasdan shunaqa nonga aylantirib yuborishardi. Mana shu narsalarni ko'rib katta bo'lganligim uchun men ham o'zim shu narsalarni hozirgacha davom ettirishga harakat qilaman. O'zimni uyimda, o'zim ro'zg'orimda ham isrof qilib tashlab yuborgandan ko'ra shunaqa qilib yumshoqqina qilib, non qilib, mazza qilib yeb olgan yaxshi. Albatta bu faqatgina oshinglar bo'lsagina qilishinglar shart emas. Boshqa vaqtda ham oshinglar bo'lmasa ham o'sha pomidor, bolgarskiylarni to'rg'ab, o'sha solgan mahsulotlarimni solib, sutlarni qo'yib, go'shtlarni solib, yaxshilab xamirni qilib, shunaqa non qilsanglar ham juda ham zo'r bo'ladi. Tandirga yopilsa yana ham zo'r bo'ladi. Lekin endi biz shahar sharoitida tandir yo'q. Shunaqa qilib qo'ldan kelgancha qilamizda. Endi qaranglar, mazza qilib sho'rva bilan bolalarim ham mazza qilib yeyishadi. Eng glavnisi isrofgarchilikka yo'l qo'ymadik. Ko'rganinglar uchun katta rahmat sizlarga.